Shohimardon o'zining go'zal manzarasi, toza havosi, shifobaxsh suvi bilan dunyoga mashhur. Kimdirlar bu manzilni O'zbekiston Shvetsariyasi deb ataydi. Biz esa bu manzilni faqat jannat makon deb atay olamiz. Chunki bu manzilni avvalo go'zal, qolaversa bu manzilning insonlari juda samimiy. Xo'sh, ularning bugungi iqtisodiy ahvoli qanday? Biz ularni kundaligi bilan qiziqdik. Iqtisodiy masalani bir yerga qo'yib tursak, aslida bu go'zal maskanning tongi ham o'zgacha o'tadi. Sof va musaffo havosi esa hatto bulbullarni ham kuylashga undaydi. Shohimardon aholisi hayotidan mamnun bo'lib yashaydi. Buning sabablari ham talaygina. Chunki bu maskan imkoniyatlarga boy. Mahalliy aholi turli sohalarda mehnat qilib daromad topadi. Natijada ularning turmush sharoiti yil sayin yaxshilanib bormoqda. Tong sahardan Shohimardon markaziga kelsangiz, bu yerda mahalliy aholining qaynoq hayotiga guvoh bo'lasiz. Ular o'z qo'li bilan tayyorlagan sut, qatiq, qaymoq, saryog', do'lta va asal kabi tabiiy mahsulotlarni sayyohlarga taklif etish uchun bozorga olib chiqadilar. Donalar nonushta bozorlarimizga xush kelibdilar. Mahalla hokim yordamchisining ko'magi bilan bu yerda nonvoychilik faoliyati yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda nonvoylar har kuni 4000 dan ortiq non tayyorlamoqda. Maxsus qurilgan katta tandirlarda pishirilayotgan nonlar xaridorlarga yetkazib berilmoqda. Nonvoylar tong sahardan ish boshlab kun davomida xalq dasturxoni uchun sifatli va lazzatli non mahsulotlarini tayyorlashmoqda. Biroq nonvoylar tomonidan tayyorlangan nonlarning asosiy xaridorlari mahalliy aholi emas, chunki deyarli har bir xonadonda tandir mavjud bo'lib, qishloq ahli o'z ehtiyoji uchun nonni o'zi yopadi. Shu bois nonvoyxonada pishirilayotgan nonlar asosan Shohimardonga tashrif buyuruvchi sayyohlar, dam oluvchilar hamda mehmonlar uchun mo'ljallangan. Tabiiy ta'mi va xushbo'yligi bilan ajralib turadigan ushbu nonlar hudud mehmonlari tomonidan katta qiziqish bilan xarid qilinmoqda. Markazga olib tushiladi va shu yerda sotiladi. Dadaxon Rahmonovning otasi bir vaqtlar tajriba tariqasida 2 dona asalari uyasini olib kelib, asalarichilikni yo'lga qo'ygan edi. Aslida Shohimardonda asalari parvarishlash ancha mashaqqatli, sababi daraxtlar yiliga bir marotaba gullaydi. Gullash mavsumida esa ko'pincha yomg'ir yog'ib, asalarilarning nektar yig'ish va changlatish jarayoniga to'sqinlik qiladi. Biroq Dadaxon otasining ishini davom ettirib, asalari qutilarini tog' bag'riga olib chiqdi. Bu yerda asalaridan faqat daraxtlar, balki turli dorivor va yovvoyi giyohlar gullardan ham oziqlanib, ularni changlatishda ishtirok etadi. Hokim yordamchilari, mana raislari, yordamlari, ko'maklari tufayli shunchalik kredit ajratib berishdi. Kreditga shu ari olib, shu darajada ko'paytirishga nima bo'ldi? Dadaxon bu faoliyatni boshlagan ilk yilining o'zidayoq 1 tonadan ortiq asal oldi. Bu esa uni yanada ruhlantirib, xo'jalikni kengaytirishga turtki bo'ldi. Imtiyozli kreditlardan samarali foydalanish natijasida asalarichilik xo'jaligi bosqichma-bosqich rivojlandi. Bugungi kunda esa uning xo'jaligida 60 ta asalari qutisida bol ari parvarish qilinmoqda. Biroq bu yerdagi asal qishloqning o'zidan chiqmaydi. Biz asallar mana shu qishlog'imiz o'zida klientlarimiz bor. Qachon asal olasizlar deb so'rab turishadi. Shu yerda o'zida tugab ketadi. Tashqariga chiqmaydi. Yo'q. Men shu kungacha mana necha yildan beri asalarichilik bilan shug'ullangan bo'lsak, hech pastga olib tushib, Farg'onaga yoki boshqa joyga olib borib asal sotmaganmiz. Shu yerda o'zida tugab ketadi. Tog' bag'rida parvarishlanayotgan asalarilar uchun bu yil AQShdan zamonaviy asalari qutilari olib kelindi. Yangi texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan ushbu qutilar asalarini parvarishlash samaradorligini oshirib, asal ishlab chiqarish hajmini ko'paytirishga xizmat qilmoqda. Yangi qutilarni olib keldik. Mana bu qutilar qishdan yaxshi chiqar ekan ari. Mana 1 yil ishlatdik buni. Ham sifatli, mana 2 etajligini hisobiga ham asal yaxshi bo'ladi, ham qishiga issiq ekan. Ertalab vaqtlar soat 4 da turaman, shu ishchilarga choy poyini berib, toqqa jo'nataman. Undan keyin sigir sog'amiz. Sigirlarni separator qilib, qaymog'ini olib, undan keyin shu mehmonlarimiz keladi, sut qatiq ichgani. Shularni uzatamiz. Tong sahar tog' bag'riga o'tlash uchun haydalgan echkilar soat 9-10 larga borib, yana xonadonlarga qaytib keladilar. Turli dorivor giyohlar bilan oziqlangan echkilar birma-bir sog'ib olinadi. Yulduzxon Patojiyeva esa qo'lida chelak bilan shoshilinch ovul tomon yo'l oladi. Chunki har kuni ertalabki sog'im uning kundalik yumushlarining ajralmas qismiga aylangan. Bir 60 ta 70 ta echkilar bor, o'shalar sog'ib tirikchilik qilyapmiz. Shularning orqasida to'ylar qilyapmiz.
Yo'lak qilyapmiz. Asosiy kundalik ishingiz mana shunday. Ha, kundalik ishimiz shu. Ayni paytda echkilarning sutga to'lgan mavsumi. Shu bois ulardan mo'l-ko'l sut olinmoqda. Yulduzxon opa bu yumushda turmush o'rtog'i va o'g'li yaqindan ko'maklashadi. Zero yillik 60 bosh echkini har kuni sog'ib olish oson ish emas. Bu katta mehnat, sabr va mas'uliyat talab qiladigan mashaqqatli jarayondir. Hozir 120 litr sut sog'yapmiz. Shunda. Hozir mavsumi. Ha, hozir mavsumi. Endi yaqinda yana ozayishni boshlaydi. Shu 1-avgustgacha sog'amiz. Keyin yana eliga sog'amiz. Har kuni sog'ib olinadigan 20 litrdan ortiq echki sutidan Yulduzxon opa qatiq va qurtob tayyorlaydi. Uning aytishicha, tabiiy mahsulotga sayyohlar orasida talab juda yuqori. Ayniqsa, tog' giyohlari bilan oziqlangan echkilar sutidan tayyorlangan qatiq va qurtob o'zining mazasi va shifobaxsh xususiyatlari bilan xaridorlar e'tiborini tortmoqda. Endi mehmonlarimiz shu sut qatig'ini ichishadi. Ular endi hali sug'izma olib, hali qurtob qilishdi, nima qilishmaydi, bilishmaydi. O'zimizkilar olishadi. Chinisi 10 ming, pelasi 5 ming, litri 30 ming shunaqa sotamiz. Ana shu kelgan mehmonlar ham o'zi rozi bo'lib berishadi. O'shan qoniqishadi ishga nima. Endi biz ham qilgan mehnatimizga yarasha sotyapmiz. Yulduzxon opaning xonadonida sut va qatiq xarid qilish uchun keluvchilar soni ko'p. Buning sababini so'raganimizda, sayyohlar bir ovozdan opa tayyorlaydigan qatiqning ta'mi o'ziga xos va juda mazali ekanini ta'kidlashadi. Hali xolodilnikda salqin nimada saqlab, chiroyli qilib, muzdekkina qilganimga mazasi boshqami, hamma haqiqatda sizni qatig'ingiz boshqacha deyishadi. Bir so'z bilan aytganda, Shohimardonda tog' hududida istiqomat qiluvchi Yulduzxon opa o'z yurti va Behtati bilan faxrlanadi. U hech qachon hayotidan nolimaydi. Aksincha, bor imkoniyatlardan unumli foydalanib yashaydi. Tinimsiz mehnat samarasi o'laroq oilaning iqtisodiy ahvoli ham yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu har qanday e'tirofga munosibdir. Biz nimalarimiz, sharoitlarimiz yaxshi, ko'rib turibsiz. Atrofimiz bor. O'zimizga yarasha tirikchiligimiz bor. Zerikmaymiz. Sayyohlar kelib tursa, undan ham zerikmaymiz. Shohimardonliklar qishloqqa keluvchi mehmonlar uchun mehmon uylarini ham tayyorlab qo'yganlar. Mamlakat rahbarining farmoniga muvofiq aholiga mehmon uylarini tashkil etish va rivojlantirish uchun imtiyozli kredit va ssudalar ajratilgan. Aholi esa mazkur imkoniyatlardan samarali foydalanib, o'z faoliyatlarini kengaytirmoqda. Chunki bu hududga keluvchi sayyohlar va dam olishni istovchilar soni yil sayin ortib bormoqda. Shohimardonliklarning elektr ta'minoti uzluksiz yo'lga qo'yilgan. Avvallari bu hudud qo'shni davlatdan elektr energiya xarid qilish orqali ta'minlangani ma'lum. Biroq O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan ushbu hududga kichik GEIS qurilib foydalanishga topshirilganiga 5 yil bo'libdi. Shu davrdan buyon aholi xonadonlariga ham ko'cha chiroqlari, Ko'ksut daryosi oqimidan olinayotgan ekologik toza elektr energiya bilan ta'minlanib kelmoqda. Bu esa hududda energiya barqarorligini ta'minlashda muhim qadam bo'ldi. Yangi texnologiyalar olib kelib o'rnatildi. Avstriyani shu Global Hydro kompaniyasi, Germaniyaning Global Hydro kompaniyasi tomonidan olib kelinib, shu qo'yilib 2021-26 loyihani nimasi, muddati qo'lib ishlatilyapti. Endi bularning yana bitta mutaxassisi bor. Hozir kelib bizga generatordagi birga ikini yurgizib olib, keyin avtonom shu Shohimardon yordam qishloqlariga elektr energiya uzatishga mutaxassisni kutib turibmiz. Mana shu kunlarda kelish kerak. Har kuni olinadigan elektr energiyasi generatorga yo'naltirilgan va elektr ta'minoti uzilib qolgan holatlarda mazkur generator avtomatik tarzda ishga tushadi. Shu orqali Shohimardon va yordam mahalla fuqarolar yig'inlari uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlanadi. Bir haftaning ichida o'zi 800 kilovatdan 900 kilovatga chiqdi. Mana shu kunlarda suv isib, kun isisini hisobiga, suv ko'payishini hisobiga bulturgi nimaga 2025-yilda 400-500 kilovat ortiq bilan elektr ishlarga kelgan bo'lsa, o'sha miqdorga chiqiladi yana. Demak, maqsadga erishyapsiz aslida. Maqsadga erishyapmiz. Aholiga yetkazib berilgandan ortib qolgan elektr energiya endilikda qo'shni Qirg'izistonga eksport qilinmoqda. Bu orqali hududda ishlab chiqarilayotgan elektr quvvati samarali taqsimlanib, ortiqcha resurslardan unumli foydalanish yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birga, mazkur amaliyot hudud iqtisodiyotiga qo'shimcha daromad manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Hilola opa Qunduzovaning xonadonida yetishtirilayotgan malinalar ham bugungi kunda hosilga kirgan. Aslida malina ko'chatlari dastlab tajriba tariqasida ekilgan edi. Chunki bu hududda havo nisbatan salqin bo'lib, malinalar pishishi palasiga yetganda sovuq tushib qolishi mumkin edi. Bu esa hosildorlikka salbiy ta'sir ko'rsatardi. Endi boshida bizda Shohimardonda uncha bunaqa e'tibor yo'q edi malinaga. Keyin o'rganib oldik, o'sha pastdan bilib.
Biz ulardan o'tib ketdik deymiz hozircha. Ular qoldirib yubordik. Aytishimizga qaraganda noyabrgacha hosil olyapsizlar. Ob-havo yaxshi bo'lsa noyabrgacha hosil olamiz. Biroq keyingi yillarda iqlim sharoitining o'zgarishi natijasida malina yetishtirish uchun yanada qulay muhit shakllandi. Ayni paytda Hilola opa xonadonida malinalar pishib yetila boshlanganiga 6 kun bo'lgan. Biroq uni yig'ib terib olish oson ish emas. O't oldirib qo'ymaslik kerak, mayda ish. Zerikmasdan sekin bir boshdan qarash kerak, mehr bilan. Kasalliklarga chalintirmaslik kerak, go'ngini. Ayni paytda xonadonda har kuni o'rtacha 45 kilogramdan malina terib olinmoqda. Hali hosil to'liq pishib yetilmagan. Hilola opaning aytishicha, havo harorati yanada ko'tarilishi bilan hosil miqdori ham ortadi. Hosil ko'payganda terim ishlariga qo'shni ayollarni ham jalb qiladi. Terib olingan malinalarni xaridorlarga o'z vaqtida yetkazib beramiz deydi u. Shu bilan birga Hilola opa malinachilik mashaqqatli mehnat bo'lsa-da, uning gashti va zavqi o'zgacha ekanini ta'kidlaydi. Maza qilib terasiz. Chiroyli narsamni ko'rganingizda ko'zingiz ko'rinadi. Yashil manzara ichida maza qilib muzdekina malinaning ichi. Issiq bo'lganda ham bilmaysiz quyoshda ham. Aslida bu manzil haqida juda ko'p gapirishimiz, samimiy insonlarni ko'rsatishimiz mumkin. Lekin biz yana maqsad qildik mo'jizalarni ko'rsatishni. Bu haqida esa qachondir mana shu manzilga tashrif buyurib, navbatdagi reportajlarimizda mo'jizalar haqida so'z yuritamiz. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Shohimardon qishlog'idan.